Assalomu alaykum, qadrdonlar, sog'misilar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yer Andijon viloyati Asaka tumanida bo'ldi. Xo'p, bu yerga ikkita rom, ikkita eshik o'rnatib berdik. Xudo xolasa chiroyli holatda shotlankalar bilan Akfa'ning original mahsulotlariga bo'ldi. Xo'p, 2 qavat stiklopaket oq oynada bo'ldi. Xo'p, razmerlar bilan tanishtirib o'tsam, xo'p, 1.30 ga balandligi 1.65 razmerda ikkita rom bo'lgan. Xo'p, eshiklarimiz 105 ga balandligi 2.30 bo'lgan. ikkita 2.25 bo'lgan eshiklar, o'ngga chapga ochilishlari 2 xil, qolgan tomonlama hamma yo'q bir xil. Xo'p, xudo xolasa o'zlaring bitta baho beraverasizlar. Liniyalari ham bitta holatda turibdi. Xo'p, bu yerga oldin ham kelganmiz. Ichkarida bitta eshik qo'yib berganmiz. Xo'p. Patagoniylar bor, 35 lik, o'rtadan bitta ochiladi, toshgulli shotlanka, 1.8 lik shotlanka qo'yib berganmiz o'rtalari. Bundan ingichkaroq varianti ham bor. Bu uzoqdan ham xudo xolasa chiroyli ko'rinib turadi. Penalar atido bo'lgan. Bu yerga yonlari tushib ketgan sababi eski eshik romlar bor edi. Ularni sug'urib, o'rniga xudo xolasa chiroyli qilib boshqa o'zimiz mahsulotlarni qo'yib berdik. Xo'p, bu gulimiz kichkina bo'lgan sababi balki katta gul sig'madi, chunki buni o'zi 20 sm bo'ladi. Eshigimiz oynaning ichi 17 sm bo'lib qoldi. Shuning uchun kichkina gul bir-biriga moslangan holatda qo'yib berdik. Birovkalarga go'zal holatda termos ruchkalar bilan taglari harkafon bo'lgan. Penalar atido bo'ldi. Tepalari ham o'sha aytgan holatimizda tushib ketdi. Eski yog'och eshik romda bitta chaspaylari bor edi. Shuni hisobiga baqa tushib ketib qoldi. Suvoqqa ilashib qolgan joylari tushib ketdi. Xo'p, qolgan tomonlama xudo xolasa full qilib o'zimiz ishlarni bitirib berdik. O'zlar YouTube kanalimizga obunachilaridan. Xo'p, Akfa'ning 153 zamonaviy ruchkalari xudo xolasa chiroyli holatda bo'lib tugadi. Penalari ham atido bo'lgan. Bu tomondagi esa keyingi romimiz. Buni ham liniyalari bir xil holatda bo'lgan. Xo'p. Imkon qadar ichkaridan ham ko'rsatib o'taman. Va xolasa, yo'q, bu tomonlama bag'dan ko'chish bo'lmadi. Chunki faqat eshik tashqariga imkon qadar update qiladigan joyini tashqarida qoldirdik. Petlilari Akfa'ning o'zining mahsulotlaridan har doimgidek. Ichki tashqi rezinkalari hamma yo'q, xudo xolasa Akfa'ning o'zidan bo'lgan. Pechatlari bor. Bir qo'lda yengil holatda yopiladi. Xo'p, bronz ruchkalarni ham o'shanga moslab, komfortli ruchkalardan Aquaplus mexanizmlari bilan 600 likdan qo'yib berganmiz. Rezinkalari ham mana bosganda zich yopishadi. Buni qulaylik tomonlari qishda sovuq kirmaydi, xudo xolasa umuman. Xo'p, liniyalari ham aytganimdek go'zal holatda bo'ldi. Shotlankaga alohida baho berib ko'rasizlar. Buni ham petlilar Akfa'ning o'zidan. Xo'p, bu yerda summasiga keladigan bo'lsak, o'sha holatda hamma yo'qni olib kelib o'rnatib berishdi. 9 million 800 ming so'mga akamiz ishlarini olib kelib o'rnatib berdik. Buni ham imkon qadar ichkaridan ko'rsatib o'taman. Petlilar, buni ham. Xo'p, eshikka lipochkalari qo'yilgan, shtob aynaga yopilganlar. Dirillagan oshiqcha zvuk chiqmaydi. Bu holatdagi romlari ham o'sha holatda mana, xudo xolasa. Patagoniylar bor, kirishkalari ham bor, imkon qadar ozgina bo'lsa ham qo'yib berdik. 35 lik patagoniyalari. Hop, bu tomonlarni ham zich qilib berdik. Aynalar orasida ham dorilar bor, hamma yo'g'i germetkalari full holatda bo'lgan. Xo'p, kimga shunaqa eshik rom teraska berganda zarur bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Ishlaringiz sifatli garantiyali qilib borib o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.